bitta xatolardan biri, hozirgi kunda bitta xatolardan biri bunaqa havoda konditsioner bilan yurish. Ko'pchilik murojaatlar bu yerda mana shu konditsioner bilan yurdim, o'shaning natijasida shamollab qoldi. Shamollashni o'pkaga o'tkazadi. Mana shu oynani o'zini ochib qo'ysanglar, mana shuni ochib qo'ysanglar, bo'ldi xudo xolasa. Oynani ochib qo'ysanglar, u o'zi aniq turadi. Jihatdan tashqari issiq, to'g'ri, masalan tushunaman. Lekin konditsioner, mashinaning konditsioneri ayniqsa juda ko'pchilik odamlarda o'pkasiga o'tib ketish sababchilaridan bittasi bo'latadi. Burun, yonbosh bo'shliqlarda, tomoqda iloji bo'lsa bunaqa 45 gradusda ko'chaga chiqish kerak emas. Kasal bo'layotgan odam, shamollash kelayotgan odam ko'chaga chiqmagani maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ya'ni kasallashishi, og'irlashishiga sababchilardan bitta bo'ladi. Tarozi bir yog'iga o'sha ichadigan oladigan doringizni qo'yishingiz kerak, bir yoq tomonga o'sha ishdan oladigan daromadingizni qo'yishingiz kerak. Qaysi biri yuqori keladigan bo'lsa, o'shani tanlash kerak. Inson sog'lig'i, meni o'ylayman, inson sog'lig'i ko'proq zarurroq. Mana shu hozir vaqt ajralib qolganda mana shuni aytyapmiz. Hozirgi kunda ko'plab murojaatlar shu konditsioner tagida uxlab qolgan, uyda konditsioner tagida qo'yib kechasi bilan yotgan, shu boshqa xonada qo'yish kerak iloji bo'lsa. Mana bugungi kunda ko'plab murojaat shu tomoq anginada ham, gaymaritida ham, hatto shu holatda o'pkaga o'tib ketish sabablari ham shu tellab turib muzdek suv ichishi, konditsioner tagida qolib ketishda sabab bo'lyapti. O'zinglarni ehtiyot qilasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar.